Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, muhtaram jannat yo'lchilari. Alloh taolo hammalarimizni bu yo'lchiligimizda adashmasdan, xormasdan, tolmasdan manzilga yetib oluvchilardan qilsin ilohim. Butun insoniyat jannat eshiklari ostida. Jannat ahllari insoniyat orasidan jannatga loyiq deb topilganlari jannat eshiklariga keldilar. Siz bilan biz bu uzun safarni so'ngiga yetib keldik. Oxirgi marhala, oxirgi bekat jannat eshiklari yoniga. Jannatning eshiklari der ekanmiz. Demak, bir eshik haqida emas, balki jannatning 8 ta eshigi haqida so'z yuritar ekanmiz. Jannatning eshiklarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vasf qilib aytadilarki, ma bayna misra'ayni min masari'il janna. Jannatni eshigini u burchagidan bu burchagigacha, bu ustunidan u ustunigacha bo'lgan oraliq masofa ma bayna Makka va Hajar. Makka shahri bilan Hajar shahrining oralig'icha. Yoki bo'lmasa ma bayna Makka va Busro, yoki Makka shahridan Busro shahrigacha degan ekanlar. Bugungi kunga kelib ulamolar Makkadan bu ikki shahar masofasini o'lchab ko'rganlarida kilometrigacha, metrigacha ayni masofada ekanligini bugungi geografiya olimlari bu narsani bizga tasdiqlab beradilar. Buni o'rni kelganda aytib o'tishligini lozim topdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir mo'jizalari va ayni zamonda jannat eshiklarini naqadar bir bahaybat va naqadar bir muhtasham ekanligini ko'rsatadi. Boshqa bir rivoyatlarda jannatning eshigini yuksakligi, jannatning eshigini go'zalligi va boshqa sifatlari ham keng bayon qilingan. Eng qizig'i, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kun keladi, mana shu kenglikdagi bo'lgan jannatning eshigi u joyga kiruvchilar bilan tiqilinchdan, izdihomdan to'lib toshadi. Jannat shunday bir joyki, Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda jannatning kengligini arduha as-samawati val ard dedilar. Jannatning kengligi yer va osmonlarni bir-biriga bog'lab, ulab bir arqon misoli qilganingizda hosil bo'ladigan uzunlik jannatning kengligi shunchadir deb Alloh ma'lum qiladi. Demak, jannat juda ham keng, juda ham bepoyon bo'lgan bir makonki, eshiklari mana bu haybatda, bahaybatlikda. Siz bilan bizni asosiy o'ylantiradigan joyi o'zimizga o'zimiz, bir-birimizga berishimiz kerak bo'lgan savol, shu kenglikdagi jannatni 8 ta eshigi bor ekan. Bir kun kelib bu jannatda shu katta eshiklari to'lib, toshib, izdihom bilan jannat ahllarini o'z ichiga olar ekan. Siz qayerdasiz? Biz o'sha kun shu eshiklarni biridan kiruvchilardan bo'lamizmi? Namoz o'qiydiganlarning eshigidan chaqirilganda sizning nomingiz shu nomlar orasida bo'ladimi? Ro'zadorlar, mujohidlar, saxovat ahllari va boshqa har bir eshikni o'zi ahli bor dedik. Bu eshiklardan shu eshik sohiblari da'vat qilinar ekan, nomma-nom chaqirilar ekan. Siz hech tushundingizmi? Hech o'ylab ko'rdingizmiki, meni nomim qaysi eshikdan chaqirilsa, meni nomim o'sha kun jannat eshiklaridan biridan chaqiriladimi? Va yoki Alloh asrasin, hamma insonlar jannatdan chaqirilib turgan bir mahalda do'zax eshiklaridan chaqiriladigan ro'yxatlarda o'sha kun ismimiz chiqib qolsa nima bo'ladi?
Bu haqiqiy bir o'ylantiradigan, haqiqiy bir dard, g'am qilsak arziydigan bir masala emasmi? Albatta. Chunki bu yashab o'tayotganimiz bu bekatlar, dunyo, qabr, mahshar dedik. Bularni barchasidan asl bo'lgan maqsadimiz, so'nggi bekatimiz albatta jannat. Jannat uchun oshiqlar safida siz bormisiz? Alloh azza va jalla bu eshiklardan jannat ahllarini qabul qilib olishligini boshlar ekan, jannat ahllari jannat eshiklari oldida kutib turibdilar. Jannat eshigi hali ochilmadi. Odamlarning orasidan saflarni yorib bir kishi ilgarilab kela boshladi. U kishi keldida jannatning eshiklaridan birini qoqdi, taqillatdi. Ichkaridan bir ovoz keldi. Man anta? Kimsiz? Tasavvur qiling, jannatning ichkarisidan tashqariga nido, ovoz kelyaptiki, eshikni qoqqan kim? Ana Muhammad. Men Muhammadman sallallohu alayhi va sallam. Ichkaridagi jannat xodimi, xizmatkori bo'lgan farishta Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ismlarini eshitgan zahoti buncha odam kutyapti. Bularni jannatga kirishlari uchun sizni kelishingizni, sizni birinchi bo'lib jannatga qadam qo'yishingizni kutayotgan edim. Chunki sizdan avval hech kimga ochmaslikka buyurilganman men bu eshiklarni. Jannat eshiklari ochiladi va Rasulimiz, Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam birinchi bo'lib jannatga o'z muborak qadamlarini bosadilar. Tasavvur qiling, jannat eshiklarini qarshisida turibsiz va jannat eshigi ochilgani mahal jannat ichidagi go'zalliklar, jannatni ichidagi siz uchun, mo'minlar uchun tayyorlab qo'yilgan go'zalliklarga birinchi marotaba ko'zingiz tushgandagi sizni ichingizdagi his, hayajonni tasavvur qilishligingizni xohlar edim. Bu haqiqiy xursandchilik, bu haqiqiy sevinch. Jannatga, oxirgi manzil, oxirgi bekat bo'lgan jannatga yetib olgan odamni ichidagi sevinch. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inson farzandlarini orasida mutlaqo birinchi bo'lib jannatga qadam qo'yadigan zot bo'lar ekanlar. Rasulullohning orqalaridan insonlarning orasidagi birinchi bo'lib jannatga kiradigan odam esa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu bo'lar ekanlar. Ularning orqalaridan birinchi bo'lib jannatga kiradiganlar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari bo'lar ekanlar. Ya'ni sizni bizni ummatimiz eng oxirgi yashab o'tgan, eng oxirgi kelgan ummat bo'lishligimizga qaramasdan jannatga birinchi kiruvchilardan bo'lar ekanmiz. Alloh azza va jalla o'zini kalomi Qur'onda ma'lum qiladiki: "Wasiqallazina taqaw robbahum ilal jannati zumara." Robbilaridan taqvo qilgan, Robbilaridan qo'rqqan mu'min bandalar jannatga jamoa hollarida keltiriladilar. Hatta idza ja'uha va futihat abwabuha. Ular vaqtiki jannat eshiklarini yoniga kelganlarida jannatning eshiklari ochiladi. Jannat eshiklari ochilar ekan, va qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Sizlarga salom bo'lsin. Sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Pokiza bo'ldilaringiz. Marhamat qilib jannatga kiringlar degan tahiyotlar, salomlar bilan jannat ahlini farishtalar qarshi olar ekanlar. Mana shu o'rinda siz biz yashab turgan bu dunyo o'zi nimalarga teng, nimalarga arziydi yoki nimalarga arzimaydi? Biz bu dunyo uchun mana shunday bir jannatni boy berishligimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bu dunyoni deb, shu dunyoni matolarini deb urush janjal bilan, talashib tortishishlik bilan, oralarimizdagi tushadigan dushmanliklar bilan, bir-birimizni haqlarini yeyishliklarimiz bilan
va boshqa turli tuman zulmlar bilan bu dunyoni dardida jannatni boy bergan odamni hasratu nadomati qanchalar buyuk bo'lishligini tasavvur qilyapsizmi? Albatta bu dunyo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek la tusawi indallohi janaha ba'uda, bu dunyo Allohning nazdida bir pashshani qanotichalik qadr qimmatga ega emas. Agar bu dunyoning qadri qimmati bir pashshani qanoticha bo'lganida edi, ma saqa kafiran sharbata ma, bir kofirga bir qultum suv bermagan bo'lar edi Alloh. Bu dunyo jannatli qarshisida o'sha pashshani bir qanotichalik ham qadri yo'q, qimmati yo'q. Pashshani qanoti deganda nimani aytayotganligimizni tushunyapsiz har holda. Pashsha bir pashsha ham emas, pashshani qanoti, pashshani ikki qanoti ham emas, hattoki pashshani bitta qanoti. U qanoti tugul o'zi ham bir ishga yaramaydigan, hech kimga kerak bo'lmaydigan, balki undan qutulishlikka, undan uzoq bo'lishlikka harakat qiladiganimiz bir pashsha bu dunyoni bir qanotichalik o'sha pashshani qadri qimmatiga ega emas ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizu bizga erta kunda, ya'ni bu holi hayotimizda yo'q ma'lum qildilar, bayon qildilar. Ana o'shanga yarasha amal qilaylik, ana o'shanga yarasha har narsaga baho bichaylikki, ertaga hasratu nadomatlar ichida qolmasligimiz uchun Alloh azza va jalla hammalarimizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalaridan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning saflarida va boshqa sahobalar bilan birgalikda mo'minlar qatorida jannatlarga kiruvchilardan, jannat eshiklaridan ichkariga boquvchilardan, jannat eshiklaridan ichkariga qadam bosib kiruvchilardan qilsin Robbim. Solihlardan so'ralgan ekan, bu qiyinchiliklar, bu mashaqqatlar qachongacha? Nega bunchalik o'zingizni qiynaysiz? Yotib uxlasangiz bo'lmaydimi? Kechasi bilan namoz o'qib chiqqandan ko'ra maza qilib yeb ichsangiz bo'lmaydimi? Kunduzlari roza tutgandan ko'ra nimaga kerak bu mashaqqat? Qachongacha bu mashaqqat deganlarida jannatga birinchi qadamimni bosgunimga qadar. Ya'ni bu mashaqqatlar jannatni eshigidan ilk odimimizni otgunimizga qadar davom etar ekan. Haqiqiy rohat, haqiqiy farog'at mana shu jannatga ilk odimingizni otishligingiz bilan qo'lga kiritilar ekan. Alloh azza va jalla hammalarimizni rohat farog'at diyori, Allohning mo'minlar uchun tayyorlab qo'ygan mehmonxonasi jannatlarga barobar kirishlikni Robbim barchamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.